7-qism. Bugun Hamidning uydagileri bizning uyga elchilikka keladigan kun. Shunga atdeganda opamga yordamlashdim. Qizim uyg'ongandan keyin uning qo'zig'iga bo'lmoq berdim. Dal shu chaqda eshik qo'ng'irg'i sayradi. Opam eshikni ochdi. Eshikdan qaynonam, qaynotam va Hamid kirib keldi. Opam qizg'inlik bilan ularni to'yga boshladi. Men Ranani Hamidga tutqizib qo'yib, choy damlab chiqdim. Andan ularning oldiga qo'ydim. Qaynonam choydan bir yutum o'tlayotgandan keyin Qodam, ilgari biz haqiqiy ahvolni bilmagachga, Barno qizimizni xato tushunib, qarlab qo'yibdimiz. O'z navrimizdan tinibdimiz. Ko'ngillarga azor yetdi. Shunga bizni kechirib asillari. Biz balalarning baxti uchun, o'z balasini o'zlari beqib, qatorga qo'shishi uchun Barno qizni so'rab kelib edik. Shunga o'zlarining fikrini anglab baqayli. Mening nima fikrim bo'lsa ondaydilar. Balalar baxtli bo'lsalar, bizning boshqa fikrimizmi yo'q? Shundaq dedi opam. Shu kun bizning uyda kulki o'silmadi. Balamni beqish, ko'tirish bugun menga oshmadi. Shu kuni Hamid menga Kech sizni og'il kelaman. Dilshod ikkimizni kechlik tomoqqa taklif qilibdi. Qaraganda u Zumrat bilan chiqishib qolgandek turdi. Shung tayyorlik qilib turing. dedi. Men ma'qul dedim. Ular uzab ketgandan keyin qachi-quchilarni yig'ishtirdim. Kechlik o'ltirishga tayyorligimni boshlab etdim. Kechda biz bag'anda Dilshod bilan Zumrat berib bo'lgan ekan. Ular bizga bir ishni maslahat soldi. Ularni to'y qilmoqchi ekan. Shunga kimning to'yini avval qilish kerakligini maslahatlashdik. Maslahatda yana biz avval qiladigan Hamid Dilshodni, men Zumratni qo'ldash qiladigan bo'lib tutishdik. Atisidan boshlab biz to'y xati elish, to'yliq elish qatorliq to'y ishlari bilan aldirash bo'lib ketdik. Arliqda Dilshod bilan Zumrat bizga pat-pat yordamlashib turdi. Chin ko'nglimdan ularga ichimda baxt tiladim. Bo'lib o'tgan ishlarni birma-bir kallamdan o'tkazib chiqdim. Kallamda faqat Hamid bilan mangu baxtli bo'lishlar aks etib turdi. Ata to'yim bo'ladiganligi uchun baldirlar aram oldim. Chunki atsi sahar turmasam bo'lmaydi. Bugungi to'y marosimida opam, dadam shunchalik aldirash bo'lib ketgan edi. To'liq o'ttirdagi saboqdoshlarim oldingi to'yimda oliy maktabda o'qiyotganligi uchun qatnasholmagan edi. Bugungi to'yimga Dilshod hammalarni to'nagan bo'g'ashqa, menga vakolatan ularga bag'ga yetkazib bergashga, bugun hammalar degidek kelgan edi. Ularni qayta ko'rib, shunchalik xush bo'ldim. Ular kech bo'g'icha to'yimga daxil bo'ldi. Ularning haqiqiy ahvolni bilgandan keyin menga tasalli berdi. Ham Dilshodning qo'ldishim Zumrat bilan to'y qildiganligini anglab, shunchalik xushal bo'lishdi va ularga baxt tilashdi. Kun kech bo'lganda Hamid meni apkatgili keldi. Ular taraf to'y ko'chirishga kelgan bo'lib, chilingan Sonay nag'rining ovozi osmon falakka yangradi. Men ko'chirib kelindim. Qaynonam oldingi qitimqiga o'xshash ro'milimni qayrib, peshonamga onalik mehri bilan so'ydi. Men hayajon ichida illiq kulimsiradim. To'yimizning vechirkisi bakmi qizigan edi. Men Dilshod bilan bo'lgan muhabbatlik turmushimdan bugun tal-to'kis ado-judo bo'ldim. Uning bilan faqat do'stlik munosabatimla qoldi. Men mushu do'stlikni abadil abad qalbimda saqlab, uning Zumrat bilan mangu baxtlik bo'lib ketishini chin ko'nglimdan tiladim. Bugun to'y kechisi. Hamid ikkimizning to'y kechisi burunqidek o'tmadi. Biz bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni ko'z nurimiz orqali ifodaladik.
bir-birimizga to'ymay qarashdik. Ham shirin sevgi lazzatidan bahramand bo'ldik. Biz bir-birimiz bilan tang atqicha mungdashdik. U oxirida menga bu gaplarni dedi. Jenim Berna, buningdan keyin hayotimda qandaqli o'zgarish bo'lmasin, siz to'g'riliq qandaqli ish bo'lsin, sizdan hargiz ayrilmayman. Bu gapni anglab xotirjam bo'ldim. Shu kunidan boshlab turmushim iziga tushdi. Bir oyga yetmagan vaqt ichida Ranani qaynatamla baxtdi. Men xizmatni topdim. Kunlarim ma'nilik o'tayotgan kunlarning birida Dilshatning to'y boqini topshirib elib, xushalligimizga yana bir xushallik qo'shildi. Sevimli tanışarman do'stlar. Dilshat Zumrat bilan baxtli bo'la olamdi. Buningga qiziqsanglar, diqqatinglar asarning davomida bo'lsin. Bugun Dilshatning to'yi. Atdeganda Hamidni uyg'otdim. Hamid, o'rningizdan turing, kechikib qolamiz. Birdam uxlab olaychi, teq boldurg'o. Men tayyorlik qilib bo'lguncha, o'mi turib bo'la deganni o'ylab, aynak oldiga keldim. Aynakda mening chiroyimga qarab turibli qoldi. Chunki bu chiroyimda ancha-muncha qo'riqlar paydo bo'lishga boshlabdi. Men qo'rqib qoldim. Tig'i amdala 25 yoshga kiribla qo'riq tushkila tursa, 30 yoshga bormayla qirimomay bo'lib qolmamdi. Men mushularni o'ylab, ittik o'rnimdan turib ketdim. Ham kiyim ishkobidan Dilshatning to'yga atab olgan ko'ynagimni kiydim. Andin aynak oldiga kelib, tujubilab girim qildim. Qishimni tadim. Girimni to'liq qilib bo'lib, Hamidni uyg'otdim. Hamid, endi turing, kechikib qolamiz. Tez bo'ling-chi. Teqib boldurg'o, birdam uxlab olay. Uning apsi yalg'iz. Biz saharrak berib qarishib bermasak, qandoq bo'ladi? Tez turing. Hamid erinchaklik bilan turdi va yuz ko'zlarini yuyib, kiyimlarini kiydi. Andin qaynonamga Rananing kiyimlarini olib berib, keyinroq balani elib berishni tapilab qo'yib mangdi. Restoranga yetib kelganimizda Dilshatning opisi bir qo'lini ishga qilolmay, to'limi aldirash bo'lib ketibdi ekan. Meni ko'rib, o'z qizini ko'rgandek, to'limi xushal bo'lib ketdi. Men tang ularga yordamlashdim. Ular yezisimi ishga o'ch tuqqanlari kepti. Qo'lma-qo'l ishlab, tomoqlarni pishib bo'ldi. Kayni-kaynidan mehmonlar kelgala turdi. Dilshat yiliqi xotirasida tilga olgan Ahmad aka, Xanzu sheriki hammasi kepti. Hatto o'z kantidagi sekretar, kanat boshliqlarining hammasi yetib kelgan edi. Bir ozdan keyin dadam opamma keldi. Deyishib olgandek, qaynotam bilan qaynonamlarni Ranani ib keldi. Dilshat bugun bek xo'shaldek ko'rinadi. Onunga qarab, mama bek xush bo'ldim. Tushdan keyin soat 2da qiz ko'chirishga mangdiq. Yetib borgandan keyin Zumratning yeniga keldim. Zumrat shunchalik chiroyli bo'lib ketgan ediki, men onunga o'zrixoliq aytdim. Zumrat, kechiring. Men Dilshat tarafda aldirash bo'lib ketib, siz tarafga kelib bo'lamadim. Az bo'lsin qabul qiling. Onun aldığa 2 ziyan qo'ydim. Voy, o'xshashqo, bunda qilmasangiz bo'ladi. Ko'nglingiz menga tegil bo'ldi. Bu pulni yedingizga sep qo'ying. Bu pul sizga tava. Bugun sizning xushallik kuningiz. Rahmat. Zumrat Dilshatning uyiga ko'chirib kelindi. Dilshatning opisi qaynonamga o'xshash Zumratning peshonasiga suyib qo'ydi. Uzun o'tmay to'y vechirkisi o'ynash uchun yana restoranga keldik. To'y vechirkisi qiyoqas cho'qan ichida oxirlashdi. Bugun putlarim shunchalik og'rib ketdi. Biroq Dilshatning opisining chehradagi xushallik, Dilshatning chehradagi xushallik,
Zumratning chehradagi xo'shallik menimi texmi xo'shal qilgan edi. Dilshatning to'yi bo'lib, haftadan keyin Dilshat bizni uyga mehmondorchilikqa chaqirdi. Menmo atagandala yana burunqi odatim bo'yicha uyni biraqur ratlayotgandan keyin Hamid bilan ikkimiz Dilshatning uyiga mangdiq. Ranani qiynanam ep qoldi. Men bu uyga kelgandan buyon Ranani qiynapam beqib kelyotdi. Men bu ishdan bakmo xo'shal edim. Biz Dilshatning uyiga keldik. Eshik qo'ng'irog'ini bosdim. Eshikni Zumrat ochdi. O men bilan yuz yiqishib ko'rishdi. Uyga kirganimda Dilshatning opasimi, singlisi, inisimi batdi. Dilshatning opasi meni ko'rib shunchalik xushal bo'ldi. Menmi uning bilan qing'ichi mungdashdim. Rostini desam, men bu ayolni o'z opamdek yaxshi ko'rib qolgan edim. Zumrat birdamda oldimizga dasturxon soldi va o'xshitib etilgan lag'manni oldimizga qo'ydi. Rostini desam, bu uydagi nopos soni Zumratga ig'ir kelami deganlarni o'ylabmi ulgurdim. Singlisi bakla chaqqan qizgan. O oldimizga tamoq to'shib Zumratga tangmi-tang yordamlashdi. Men yordamlashay desam, Zumrat faqat unimadi. Tamoq yeyilib bo'lgandan keyin Dilshatning opasi so'z boshladi. Qizim Barna, siz o'z qizimdekli bo'lib qoldingiz. Zumrat bilan Dilshat Shernoydamdo bir sayohatga damdo bir bordiganning ishi bordek turadi. Shunga sizlarni billa bosimmikin deb chaqirtgandim. Shunga taklifimni o'ylashib ko'rsangiz. Men oldi bilan cho'nglag'i deb baqay. Agar qo'shilsa, menda chatoq yo'q. Shu arada Hamid gap boshladi. Ata yakshanba idordan hafta ruxsat so'rab, to'taylan bizning mashinada borayli bo'ldi. Shunda qilib biz ati boradigan bo'lib, ularning uyidan xo'shlashdik. Men intayin xo'shal edim. Chunki oldingi qitimliq sayohatda bir qator ko'ngilsizliklar yuz bergan. Hamidga bakmi uval bo'lgan edi. Bu qitim undaq bo'lmaydi. Shularni ko'nglimda o'ylab ulgurdim. Uyga kelgandan buyon Hamid oshxonaga kirolmaydigan, qochlarni talishib yumaydigan bo'ldi. Uning bekor vaqtlari qizim bilan o'tadi. Menmo bu ishdan nihoyat xursand edim. Bugun sahardala yo'lga chiqdik. Dilshat bilan Zumratmo biz bilan birga edi. Biz yoz oylari bo'lg'achqa G'uljining Narat sayohat rayoniga bordik. Yo'l bo'yi mashinadan lirik naqshlarni tinglab mangdik. Yo'l bo'yidagi qator daraxtlar, etizlardagi ziroatlar zo'qimni tatib turadi. Biz bu safarda cho'llardan, gul-giyoh unmagan sayliq yo'llardan, egiz davollardan o'tdik. Yap-yeshil yayloqlar, suzuk daryo suvlaridan qang'ichi huzur oldik. At mindik. Dilshat at minishga usta bo'lg'achqa Zumratni atning oldiga o'ltirg'izib olib mindi. Hamid menimi minishga da'vat qilganda zadila unmadi. Chunki men atdan qo'rqatdim. Biz kigiz uyda uxladik. Sap havodan huzurlandik. Kashliki to'lin oyni, yulduzni tomosha qildik. Men haqiqiy baxtning nimaligini amdalatdan his qilib o'tdim. Agar birsi mendan baxt degan nima deb so'rasa, men ularga haqiqiy baxt degan o'zi sevgan odami bilan mangu birga bo'lish, uning qayg'usiga, xushalligiga tang jo'r bo'lish, uning mo'risiga beshini qo'yib tatliq uxlash yoki oyga qarab paranglashish, yulduz sanash. Mana bu men uchun eng zo'r baxt deb javob bergan bo'lardim. Mana men dal bu baxtdan huzur olg'uchi edim. Atisi to'taylan billa tamoq yedik. Billa bozor chegladik. Qaytib kelishimizda Urumchida bir kun turib qoldik. Kashda billa adabiyot san'at kechiligiga bordik. Yo'lda menish jarayonida Zumratga dedim.
Dilshatning uyida odam ko'p bo'lg'achqa, tamoq etish, kirjosh ishlari sizga ig'ir kelarmi? Yaqay, men undaq o'ylamadim. Ular mening o'z opam, o'z ini singlimga o'xshash. Ularmi meni o'z ko'radi. Men ularni o'zimga yuk deb o'ylab baxmadim. Men nihoyat xushal edim. Chunki Dilshat nihoyat yaxshi bir xotin olganligidan, uningmi baxtlik bo'lganligidan xushal edim. Biz oxiri uyga qaytib keldik. Biz uyga kelib, qaynatam, qaynonamlarga, Ranaga olgan sovg'atlarimizni to'kib etdik. Rana tuyuqsiz meni opa deb chaqirdi. Ayron qoldim. Chunki bu qizimning tunji tili chiqishi edi. Ranani quchog'imga elib, yana bir danga qizim, "Tata" degan gapni deyaladi. Hamidmo nihoyat xushal edi. Qizimning tili chiqishi hammamizni bakli xush qilib edi. Menchi bo'lsa, bu bir baxt. Shu zaman opamga telefon urib, sog'-salomat qaytib kelganligimni, ata Ranani ilib bordiganligimni aytdim. Tang sahar hammalarga nashtalik berib o'tib, Hamid bilan birga Ranani, ondan opam dadamga olgan sovg'atlarimizni ilib, opamning uyiga mangdim. Opamga olgan narsalarni berdim. Rananing tili chiqqanligini deb, ularni xush qilib Hörmətli anlıqçılar, anlayatqanlar Təqdir namlıq muhabbetlik əsərinin ən axırqı qismi. Əsərə qimmatli fikirlərini qaldırışınlarını chin dilimizdən ümid qılımız. Sen benim hayatım, bahar çölleri.